Assalomu alaykum aziz do'stlar, Sanur kanaliga xush kelibsiz. Bugungi darsimiz bizni 10-dars. Kitobimiz Workbook. 13-betni ochsangiz, u yerda bizda 3 va 4 vazifalarimiz bor. Biz bularni barchasini ishlab ko'ramiz. Qani ketdik. 3-vazifamizga e'tibor beramiz. Bu yerda bizda katta rasm chizilgan. Rasmimizda har xil odamlar bor, hayvonlar bor, Xo'p, bizda ya'ni 5 ta kichik gaplarimiz bor va gaplarimizda biz aniqlab olishimiz kerak, qaysi biri to'g'riligini. Ya'ni, birinchisiga e'tibor bersangiz, bizda ikkita variantimiz bor ekan. Birinchi variantimiz bu my, ikkinchisi esa your. Bizda your belgilangan, ya'ni your deyaptiki, to'g'ri javob deyapti. Your pet is big. Ya'ni sizning hayvoningiz katta. E'tibor bering, mana qiz aytayaptiki, mana bola qo'lida turgan hayvon, ya'ni quyoni juda ham katta. Shunga aytayaptiki, sizning hayvoningiz katta deyapti. Va mana bu yerdagi so'z your, your tarjimasi sizning bo'ladi. Sizning. Yangi so'zlarni yodlashga harakat qiling. O'shani siz rostdan ham ingliz tilini o'rganishni boshlaysiz. Bizda juda ham ko'p obunachilarimiz Telegramda bizda test tashlang, biz test ishlaymiz deb yozishadi. Lekin bitta narsani tushunishmaydiki, test faqat sizni bilimingizni sinash uchun. Agar bilim bo'lmasa, sinaydigan narsa ham bo'lmaydi-da. Tushunyapsizmi? Siz yangi narsani o'rganishingiz kerak. Juda ham ko'p bolalar shu javob berayotganlardan tavakkaliga bosadi. Chunki e'tibor bergan bo'lsangiz, ko'pchilik xato topayotgan so'zlarni tarjimasini. Chunki bilishmaydi, tavakkaliga bosib qo'yishadi. Shunga iloji boricha yangi so'zlar chiqayotgan bo'lsa, daftaringizga ularni yozib, yodlashga harakat qiling. Shunda sizda hamma testlarni to'g'ri ishlashni boshlaysiz. Xo'p, ikkinchi gapimizga e'tibor beramiz. Endi e'tibor bering, bu yerda ikkita bolamiz turibdi, ya'ni o'g'il bola bilan qiz bola va pastda kichkina hayvon chizilgan. Bu yerda uncha yaxshi ko'rinmayapti-yu, lekin bu hayvonning nomi dengiz cho'chqasi. Biz dengiz cho'chqasini ko'rganmiz. O'tgan darsda uning tarjimasini men yozib ham berganman. Agar bilsangiz, buni nomi Guinea pig bo'ladi va bu yerda gapimizda tanlab olishimiz kerak. E'tibor bering, bu hayvon ikkita odamniki va bizda ikkita variant berilyapti. His berilyapti va their berilyapti. Agar his bo'lsa, uning hayvoni kichkina bo'lardi. Uning hayvoni kichkina. Agar their tanlasak, ularning hayvoni kichkina bo'ladi. Ya'ni e'tibor bersangiz, hayvon hech kim qo'lida turmayapti, ya'ni ikkalasiga taalluqli bo'lsa kerak. Shuning uchun javobimiz bizda their bo'lishi kerak. Qani qizil bilan belgilab qo'yaman. Mana their pet is small. Ya'ni ularning, their degani ularning degani. Ularning. Agar tarjimasini yozayotgan bo'lsam, siz ham daftaringizga yozib oling. Xo'p, their pet is small. Ularning hayvoni kichkina. Rostdan ham hayvondan juda kichkina. Xo'p, 3-gapimizga e'tibor beramiz. Bu yerda yana turibdi his turibdi va her turibdi. His degani uning degani, qarang. Her degani u ham uning degani. Lekin his bizda o'g'il bolalar uchun ma'nosi. Her esa qiz bolalar uchun. Rasmimizda bizda e'tibor bersangiz o'g'il bola chizilgan va javobda demak biz hisni tanlaymiz. O'shanda his pet is brown bo'lardi. His pet is brown. Qani qiz bilan belgilab qo'yaman. His pet is brown. Va mana bu yerga yozib qo'yamiz. His degani uning degani. Qani, voy bu. Uning. Planshetimizda chiroyli yozish bo'lmaydi. Doim ham qani uning. Uning hayvoni brown, jigarrang. Jigarrang berilgan ekan. Xo'p, iti jigarrang rang bo'lganligi uchun brown deb yozilyapti. Xo'p, 4-gapimizga e'tibor beramiz. Endi bizda bolamizni qo'lida mushuk turibdi va ikkita variantimiz bor. Ya'ni our bor va my bor. Our degani birinchi gapimiz, our degani bizning degani, my esa mening degani. Bu yerda bitta bola turganligi uchun va hayvon qo'lida bo'lganligi uchun bu yerda biz my ni tanlaymiz va javobda my pet is beautiful. Mening hayvonim chiroyli. Ya'ni mana bu my degan so'z
tarjimasi bizda nima bo'lardi? Qani bir qisqarmasa kerak. Pastga yozib ketaman. Myni tarjimasi bizda mening bo'ladi. Mening hayvonim chiroyli. Oxirgi 5-inchisi keldi. 5-inchisida ikkita odamning qo'lida hayvonlar turibdi. Qanaqa hayvon turyapti? Men bilmadim. Baliq bo'lsa kerak, bir nechta baliq bo'lsa kerak va ikkita variantimiz bor. My bor, ya'ni mening va our, bizning. Ikkita odamga taalluqli bo'lganligi uchun bu yerda javob bizda our bo'ladi. Ya'ni bizning hayvonimiz oq. Our pet is white. Our ni tarjimasi bizning. Qarang, mana shunaqa kichkina bitta rasmdan bizda bitta, ikkita, uchta, to'rtta, beshta so'zni yodlab olishimiz mumkin. Shoshilmasdan daftaringizga chiroyli qilib yozib oling va 4-mashqimizni boshlashimizdan oldin albattagina video roligimizga like-ni bosib qo'ying, kanalimizga qo'shiling. Biz esa 4-vazifamizga o'tamiz. Agar bizni Telegram kanalimizda topolmayotgan bo'lsangiz, Telegram ilovasiga kirib, mana bu joyga bosib Sanur Maktab deb tersangiz, bizning Telegram kanalimiz chiqib keladi. Telegram kanalimizga albattagina qo'shilib qo'ying, sababi keyingi haftadan boshlab bizni ingliz tili darslarimiz faqat Telegram kanalda chiqadi. Biz boshqa YouTube'ga ingliz tili darslarimizni yuklamaymiz, faqat Telegramda bo'ladi. Shunga agar Telegramga qo'shilmagan bo'lsangiz, albattagina hoziroq qo'shilib qo'ying, shunda uy vazifalarini o'tkazib yubormaysiz. 4-vazifamiz keling boshlaymiz. Bizda demak 4 ta rasm berilgan va 4 ta rasmdan biz so'zlarni qo'yib chiqishimiz kerak bo'lar ekan. Birinchi rasmimizda bizda hattoki birinchi so'zlarimiz qo'yib bo'lgan ekan. Ya'ni o'qiydigan bo'lsak, her pet is small and yellow. Ya'ni uning hayvoni kichkina va sariq. Ya'ni mana qushni rangi sariq ekan, bo'yalmagan, o'zingiz bo'yab olishingiz kerak bo'ladi. Qo'l va bu bo'yaganingizda sariq rangga bo'yar ekansiz. Qani mana sariq bormi ekan? Sariqqa bo'yab qo'yar ekansiz mana shu qushni. Xo'sh, bu yerda e'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda her o'chirib tashalgan va small degan so'zimiz o'chirilgan. Chunki ikkalasi mana bu yerda ishlatilyapti. Ikkinchi gapga e'tibor beramiz. Endi so'zlar qo'yilmagan. E'tibor bersangiz, bizda o'g'il bola va o'g'il bolaga biz uning ishlatamiz. Bu yerda bizda xo'p, her bor, uning va his bor, uning. Ikkalasining ham tarjimasi bir xil. Lekin his degan so'zimiz o'g'il bolalar uchun. Va yozganimizda pastda qarang, his deyman. His pet, ya'ni uning hayvoni. Xo'p, kichkinami, kattami? Katta. Big deymiz. His pet is big and gray. Uning hayvoni katta va kulrang. Menda kulrang bormikin? Qani ko'raylikchi. Xo'sh, kulrangga bo'yarkanmiz. Otimizni mana bo'yab qo'yapman. Siz ham kitobingizda bo'yab chiqishingiz kerak bo'ladi. Va tarjima qilganimizda uning hayvoni katta va kulrang. Bu yerda kattani ham o'chirib tashlaymiz, mana bu yerdagi bigni o'chirib tashlaymiz. Xo'p, 3-chisiga e'tibor beramiz. 3-chisida bizda ikkita odam bor. Ikkita odam bo'lganligi uchun biz nimani ishlatamiz? Our degan so'zni ishlatamiz. Ya'ni bizning bo'ladi. Our pet, bizning hayvonimiz. Xo'p, kichkina, e'tibor bersangiz, korobkada kichkina toshbaqa turibdi. Ya'ni kichkina bizda small bo'ladi. Bu yerga small deb yozib qo'yamiz. Qani, o'qilganda mana so'zimiz small bo'lmaydi, adashtirib o'rmaysizlar. Small bo'ladi. Our pet is small and brown. Bizning hayvonimiz kichkina va jigar rang. Xo'p, jigar rangda tanlaymiz. Qayerda jigar rang bor ekan? Toshbaqamizni jigar rangga bo'yab qo'yamiz. Xo'sh, mana toshbaqamiz jigar rang. Oxirgisi qoldi, bizda borini ishlatamiz. Endi demak her ishlatar ekanmiz va big ishlatamiz. Bu yerga her deb yozib qo'yamiz. Ya'ni uning hayvoni katta va apelsin rang ekan. Xo'sh, qani apelsin rangimiz qayerda bor ekan? Xo'sh, mana rangga bo'yaymiz, mana. Qizil ekan bu. Apelsin rang menda yo'q-ku. Yo, mana rangmikin? Qani bo'yab ko'raylikchi. Har xil apelsin rangga bo'yab qo'yasiz, mushugimizni. O'shanda javobi bizda her pet is big and orange.
Uning hayvoni katta va apelsin rang. Tushunarli. Birinchi qushimizni biz sariqqa bo'yaymiz. Ikkinchi otimizni biz kulrang, uchinchi toshbaqamizni jigar rangi va mushugimizni apelsin rangga bo'yab qo'yasiz. Shu bilan bugungi darsimiz tugaydi. Agar videorolikimiz yoqgan bo'lsa, sizdan bitta like, kanalga qo'shiling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr.